Sifatli cho'yan qozonda ketmon lapatka degan ovqat qilsa bo'ladi. Sababi u qirilib ketmaydi. Aynan shu juda sifatli bo'lgan 250-300 dollarga sotilayotgan qozon naborlarimizni chegirma narxiga e'lon qilishdan oldin uning sifati va o'lchamlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu cho'yan qozon nabor Germaniyaning Wacken brendi ostida ishlab chiqariladi. Komplektida 2.9, 3.8, 6.2 litrlik qozonlari va 26 santimetrlik skоворodka chiqadi. Qozon nabor 3 xil rangda: krem, qizil va kulrang. Ichki va tashqi qismi to'liq emal qoplama bilan qoplangan va bu uni juda estetik chiroyli ko'rsatadi. Bemalol metall cho'mich kapkirlar bilan foydalansa bo'ladi. Simli cho'tka va chistor bilan tozalash mumkin. Cho'yan idishlarini gaz, induksiya, elektroplitalarda va duxovkada ham foydalansa bo'ladi. Ushbu cho'yan idishlar PFOA zararli moddalardan mutlaqo xoli va sog'lig'ingiz uchun mutlaqo xavfsiz. Ba'zi bir insofli savdo xodimlari bitta cho'yan qozonni 100 dollarga sotishayotgan bir paytda ana shu 4 talik 250-300 dollarga sotilayotgan qozon naborni chegirmada atiga 100 dollarga sotib olishingiz mumkin. Bozor bo'slarga har doim eng yaxshisini tavsiya qiladi.